toza havoda takoy jaydari video xodimlarni ishga olganda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozirda meni fikrimcha eng aktual mavzulardan bittasi. Men sizlarga hozir 3 ta jihat keltiraman. Birinchisi mas'uliyat, ikkinchisi farosat, uchinchisi bu fikrlash. Endi har bittasiga alohida to'xtalib o'tamiz. Nimaga mas'uliyatni aytdim? Mas'uliyatli odam yoki mas'uliyatli ishchi o'zini vaqtini qadriga yetadi, boshqalarning vaqtini qadriga yetadi. Bu degani ishga vaqtida kelish, ishni samaradorligini oshirish, bu juda ham katta rol o'ynaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, ertalab 10 minutga 20 minutga kech qolsam hech narsa o'zgarmaydi-ku, nima ham hal bo'lardi deydi. Lekin bu meni fikrimcha juda ham katta xato. Chunki mana shu ertalab 20 minut sizni kechasi ishlagan 2 soat vaqtingiz bilan teng bo'lishi ham mumkin. Ertalab samaradorlik va baraka juda ham ko'p bo'ladi. Bunga e'tibor berish kerak. Yo'q deganda mana shu 1 oy, birinchi oy ish davomida ishchini sinab, vaqtida kelyaptimi, ketyaptimi, mas'uliyatini tekshirish kerak. O'shandan keyin ishga qabul qilish kerak. Ikkinchisi bu farosat. Farosat meni fikrimcha hozir yo'qolib borayotgan, talab oshib borayotgan bitta jihatlardan biri. Chunki ko'pchilik ishini saromjon qilmaydi, joyini saromjon saqlamaydi, tartib bo'lmagan joyda ish unum bo'lmaydi. Buni albatta o'zingizlarni fikringizda singdiringlar, qoldiringlar. Yoshligidan ota-onalarimiz nimaga bizga uni to'g'ri qil, buni to'g'ri qil, uyingni saromjon saqla, o'rningni yig'ishtir, hammasi bekordan bekorga aytilmagan. Tartib bo'lmagan joyda bitta so'z bilan aytganda unumdorlik bo'lmaydi. Tartib hammasi farosatdan kelib chiqadi. Inson o'zini kallasini ishlatib, o'tirgan joyini tozalashi, changsiz o'tirishi, musorlarni vaqtida tashlashi, hisobotlarni vaqtida topshirishi, kerakli joyga vaqtida borishi, hammasi farosatga bog'liq. Uchinchisi bu fikrlash. Fikrlash hammada har xil bo'ladi, lekin to'g'ri fikrlash, to'g'ri joyda to'g'ri gaplarni aytish, keyin o'zini aytmoqchi bo'lgan gapini to'g'ri tushuntirib berish ham bu bitta qobiliyat hisoblanadi. Buni hozirgi paytda mana shu institutda yoki maktabda takomillashtirishimiz mumkin. Lekin bu fikrlash asosan kitob o'qishdan kelib chiqadi. Kim ko'p kitob o'qisa, o'zini ustida ishlasa, har xil seminarlarga borsa, mana shu o'qigan narsalarini amaliyotda ishlatsa, fikrlashi ancha oshadi va bu qobiliyatli bu skillni chaqlanib boraveradi. Shu men sizlarga beradigan maslahatim shu, mas'uliyat, farosat, fikrlashni hozir e'tiborga olinglar. Inson institutda o'qimagan bo'lishi mumkin, lekin mana shu 3 ta narsaga ega bo'lsa, ancha sizlarni ishinglarni yengil qiladi, og'iringlarni yaqin qiladi va ko'p narsada yutasizlar. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska esdan chiqmasin. Hammalarni kutib qolamiz. Salomat bo'lasizlar.